Qoraqalpaqistonning qay yerinde ko'rdingiz? Emas. Qoraqalpaqistonda birinchi ret qurilishda kengden foydalanadigan Gazoblok zavodi haqida eshitgan edingiz. Videoni oxirigacha kim ko'rsangiz, usi Gazoblok zavodi haqida kengden ma'lumot beraman. Bu atvoy kelibchi emas. Bu beton ham kelibchiga qaraganda adevur yengil, bekkem ham sopali qurilish materiali. Nice. Ne uchun gazobloklar juda taniqdi? Juda yengil, imorat chugun kemaydi. Issiqlikni yaxshi saqlaydi. Yozda salqin, qishda issiq. O'tga chidamli, ziyonli gaz chiqarmaydi. Shovqinni azaytadi. Tunish ham qolayli o'rtalik yaratadi. Bundan tashqari, uni kesuv ham o'rnatuv juda ansa. Bu bo'lsa, qurilish vaqtini sezilarli darajada azaytadi. Imoratning salmog'i azayadi. Yer silkinuviga chidamliligi ortadi ham energiya xarajatlari azayadi. Eng ahamiyatisi, bu ekologiyalik toza material hisoblanadi. Soning uchun bu gazobloklar zavodlar, uylar ham mehmonxonalarda kengden qo'llaniladi. Agar siz zamonaviy energiya unumlovchi ham sopali qurilish materialini izlab o'tirgan bo'lsangiz, gazoblok siz uchun. Gazobloklarning bahasi ham zavodning adresi haqida ma'lumot olish uchun tomendagi nomerlarga baylansamiz.